lab ishiradigan plamperi bo'ladi. Birinchi navbatda bu lablarni ishirib, chiroyli qilib beradi va chiroyli rang beradi. Buni ikkita turi bor, rangli va rangsiz. Hozir buni rangligini man ochib ko'rsataman. Mana mana shunaqa qadoqda keladi. Mana yerda orqasida даже yozilgan Made in Rossiya mana deb yozilgan. И mana bunaqa o'zini artikullari bor. Mana shunaqa artikullari bor. Hozir buni obzor qilib ko'rsataman. Qadog'ini sekin bunday qilib yechamiz. Halal produkt. И mana shunaqa rang bo'ladi. Buni bitta rangligi va bitta bесцветныйsi bo'ladi. Mana lablarni chiroyli qilib ishirib beradi. Mana svoch. Rangni mana ko'rish uchun mana shunaqa test qilinadi. Qo'lga qo'yib mana. Judayam chiroyli lablarda turadi. Прилипать qilmaydi lablarga. Judayam masляной ham effekti. Barxatистый. Yopishtirib qo'ymaydi lablarni. Judayam zo'r turadi. Объемlari ham mana kistочкалari ham judayam zo'r. Boshqa plamperlardaqa kistочкалari oddiy mana ozg'in yoki plastmassoviy emas. Mana щёточкалari. Ham koshelyokda judayam chiroyli, богатый turadi. Mana. Tavsiya beraman, judayam zo'r mahsulot.